Kattaqo'rg'on shahrida oila, ma'naviyat va insonparvarlik maskani mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamda Kattaqo'rg'on shahar hokimligi hamkorligida tashkil etilgan ushbu anjuman 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan yurtimizda 10-maydan 10-iyunga qadar e'lon qilingan Farovon oila sari oyligi doirasidagi tadbirlardan hisoblanadi. Konferensiyada Bosh vazir o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkam va Oliy Majlis Senati a'zolari, respublikamizning oila masalalari bo'yicha yetakchi pedagog, psixolog olimlari, viloyat hamda shahar kengashi deputatlari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Konferensiya ishini Kattaqo'rg'on shahar hokimi Gavhar Alimova ochib berdi. Shundan so'ng so'z olgan Bosh vazir o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkam va yurtimizda oilalar masalasida amalga oshirilayotgan tizimli ishlar haqida so'z yuritar ekan, davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlar asosida yaratilgan va muntazam takomillashib borayotgan tizim oilalarni samarali mexanizm asosida har tomonlama qo'llab-quvvatlashga, mustahkamligi va farovonligini ta'minlashga xizmat qilayotganligini ta'kidladi. Konferensiyada Kattaqo'rg'on shahar hokimi Gavhar Alimova tomonidan shaharda oilalarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, erishilgan yutuqlar va istiqbolli vazifalar haqida taqdimot namoyish etildi. Shuningdek, konferensiyada Oliy Majlis Senati a'zosi Gulnora Ma'rufova, Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti direktori Nodira Egamberdiyeva va institutning boshqa olimlari, professor, o'qituvchilar va psixologlarning oilalar mustahkamligini ta'minlash, oilaviy qadriyatlarni asrash, farzand tarbiyasi, ota-onalik mas'uliyati masalalaridagi ma'ruzalari tinglandi. Konferensiya yakunida oila, ma'naviyat va insonparvarlik maskani mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyaning rezolyutsiyasi o'qib eshittirildi. Konferensiya yakunida o'zining jamiyat va davlat hayotidagi faol va tashabbuskorligi bilan namuna bo'lib kelayotgan Kattaqo'rg'on shahar hokimi Gavhar Alimova mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Ko'krak nishonini Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkamova topshirdi hamda Gavhar Aliyevaning yurt taraqqiyoti, aholi farovonligi yo'lidagi ishlariga ulkan muvaffaqiyat tiladi. Mana bugun Kattaqo'rg'on shahrimizda O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir o'rinbosari Zulayho Mahkamova tomonidan o'sha oilaga bo'lgan, o'sha ayniqsa oiladagi ayolni o'z o'rni bo'lganligi haqida juda ham katta ma'ruzada bayon qilindi. Men shu pedagog sifatida shuni aytmoqchimanki, bugun farzand tarbiyasi eng katta dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Farzand oilaning bosh bo'g'ini. Farzand ota-onani bir-biriga o'sha zanjir band qilib, bir-biriga mehr ulashuvchi hisoblanadi. Farzandlarimizni jannat rayhonlari deyishadi. Nima sababdan? Chunki farzand ota-onani yaxshilikka qanchalik yaxshilik qilsa, bilimi orqali, odob axloqi bilan elga tanitsa, ota-ona ham shunchalik farzandi orqasidan faxrlanadi. Agar noqobil farzand bo'lsa, o'sha farzand ota-onani bugungi kunda boshiga egik qiladi. Shuning uchun ham bugungi kunda farzandlarimizni yurt taraqqiyoti uchun, yurt kelajagi uchun yaxshi bilim bermoqimiz darkor. Aynan mana shu ayol farzandni qachon tarbiya qiladi? Agar ayol mehrli bo'lsagina, odob axloqli bo'lsa, ilmli bo'lsa, o'sha onadan yaxshi farzand dunyoga keladi. Konferensiyamizda mazmuni shunday iboratki, inson ma'naviyat hamda insonparvarlik manbai hisoblanadi. Mana shu insonparvarlik, ma'naviyatni bugun mana shu konferensiyada o'z aksini topib, barchaga ma'naviy ozuqa berdi. İnsonlarni bir-biriga chaqirib, insonparvarligini aks etib berdi. Men mana shu barcha konferensiya ishtirokchilarini, yurtimizni barcha xotin-qizlariga sog'lik, salomatlik tilayman. O'zbek oilasida o'ziga xos milliy tarbiya usullari bor. Bu ham qadriyat. Axir bola or, nomus tushunchalarini, oddiygina salomlashish odobini qayerdan o'rganadi? Aynan o'zini oilasida o'rganadi. Milliy tarbiya usullarimizdan nasihat, otalar so'zi, buvijonlar o'gitlari, naqadar zalvorli so'zlar. Yoshim ilikka kiryaptiki, haligacha ota-onamiz nasihatini qulog'imizdan chiqarmaymiz. Yoki shaxsiy namuna. Qush uyasida ko'rganni qiladi degan o'zbek xalq maqoli bor.
yosh kelin ro'zg'or tutishni, farzand tarbiyalashni, kelinlik odobini, ayol sadoqatini aynan o'zining onasidan o'rganadi. Yoki bo'lmasam, kuyovlar oilaga, farzandlariga mehribonlik qilishni, or, nomus tushunchalarini faqatgina otasidan andoza olib o'rganish mumkin. Shunday ekan, biz oilada farzandlarimizga o'zimizni faqatgina yaxshi xislatlarimiz bilan namuna bo'lib ko'rsatishimiz kerak ekan. Mana shu oilani o'rnini biz yo'qotmasligimiz kerak. Oila mavqeini hamisha saqlashimiz kerak. Bugun bo'lib o'tayotgan ilmiy amaliy konferensiyada mana shu aytilayotgan fikrlarni hammasi mujassamlashtirildi. Men juda ham xursand bo'ldim. Negaki, komil ishonch bilan ayta olamizki, bu konferensiya materiallari shahrimizdagi har bir xonadonga kirib boriladi. Yangi mustahkam o'zbek oilasini qurishda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ishtirokchilar shahar bo'ylab sayohat davomida keyingi yillarda Kattaqo'rg'on shahrida amalga oshirilgan ulkan bunyodkorlik ishlari, shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, yo'l infratuzilmasini, aholi farovonligini yaxshilash borasidagi ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Kunning ikkinchi yarmida mehmonlar Kattaqo'rg'on suv omborida tashkil etilgan madaniyat va ekoturizm klasterining ochilish marosimida ishtirok etdilar.